Assalomu alaykum ko'hting bolalari. Sog' salomatmisiz? O'qishlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Kanikullarim ham yaqinlashyapti. Mana yaqinda yana bitta kanikullaringizni ko'rasiz. Bilasizmi, bir haftalik kanikullarimiz bor, ha? Undan rejalashtirilgan ishlarimiz bor. Yangi taomlar ustida ishlaymiz. Yangi sayohatlar bo'ladi. Mana bugun ko'hting bolalari bilan birga qurtova tayyorladik. Bolalar, qurtova bilasizmi nima? Bu qadimgi taom. Qanday tayyorlanadi? Birinchi navbatda tagiga pishirilgan patir to'g'riladi. Sekin oching, gul qizim. Ko'rsating qanday patir qo'ydingiz tagiga. Patir duxovkaga pishirilgan qattiq. Ha, duxovkada salgina chiqaring, patirligi chiqib bilinsin, gul qizim. Mana qat patir bilasizlar, qat patir. Ustiga chiqarib qo'ying bittasini. O'sha to'g'rilgandan keyin uning ustidan mana oqarib turibdi, ko'rinib turibdi, qurtni ezib, qaynab yaxlagan suvga qurtni ezib, o'sha sekin sepiladi, quyiladi qat patirning ustidan. Endi bu bolalar bilan bilganimizcha qildik. Undan so'ng sveji salat qo'yiladi, aylantirib sepiladi. Shundaymi bolalar? Shuna qilinglarmi? Bolalar yordamida bo'ldi bu ishlar hammasi. Ustidan qovurilgan maydagina go'shtlar. Mayda qovurilgan go'shtlar shuna mana ko'rinib turibdi. Bunga ko'p go'sht ketmaydi. Bunga salgina go'sht bo'lsa bo'ldi. Bu o'zi ingredientlari juda boy. Mana sveji pomidor, bodringlar, xohlovchilar uchun achchiq qalampirlar. Ayniqsa mana bu patirning ustiga qurtova qo'yilsa, bu ham o'zgacha ta'xir beradi. Bugun yakshanba, bolalar bilan mana shunday ovqatlar qilingizlar. Chunki bolalar qiziqadi, har kun har xil ovqat qilib bersangiz. Va kaloriya oladi bolalar, sog'lom bo'ladi bolalar. Hammamiz sog' salomat bo'laylik, charchamasdan yuraylik. Ana to'g'ri onajonimning rasmlari, portretlarni o'zgartiramiz deb shunday qo'yibmiz. Bu yer ovqatlanadigan joy. To'zib o'tadi ba'zan. Aybga buyurmaysizlar. Shunday qilib qurtovaga marhamat. Hamma sog' salomat bo'lsin. Shunday taomlar doim bo'lsin.